Men boshlarim og'rib, ko'z qovoqlarim og'rib yurardim. Shu klinikaga kelib, doktorlar bilan maslahatlashib, doktorlarning ko'rigidan o'tdim. Doktorlar menga operatsiya qilmasak bo'lmaydi xola, operatsiya qilsak yaxshi bo'lasiz deb aytishdi. Operatsiyalarga kirib chiqdim, Allohimga behisob shukr. Mana hozir juda yaxshiman. Yengil bo'ldim, nafas olishlarim yaxshi. Allohimga behisob shukr. Doktorlarimizni ham qo'l ko'zlari dard ko'rmasin. Allohim o'zi o'z panohida asrasin bularni ham. Bularga men rahmatlarni aytaman. Xo'p, bemorimiz 59 yoshdalar. Septoplastika, vazotamiya, chap tomon gamir bo'shliqlari ochilgan. Gamir bo'shliqlarida mitsitoma olganmiz. Hozir ko'rikka kelganlar burunlarining ichini perevazka qildik, tozaladik. Burun yo'llari ochiq. Halqingacha ko'rinib turibdi. Tomonlari, chap taraflari. Mana bu yerda gamir bo'shlig'ini ham ochib qo'yganmiz. Bo'shliqlari top-toza. Alhamdulillah, buning ichi mitsitoma bilan to'la edi. Chetlarining bitishlari yaxshi, hammasi joy-joyida. Ajralmalar unaqa kelmayapti, o'sha oldingidek. Yo'q. Dimog'ingizga tushadigan og'ir. Yo'q. Kundan kunga bundan ham yaxshi ochilib boraveradi. Aytganingiz Hammasi yaxshi. Rahmat, sizlarni ham tan joyingizda sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, Alloh shifo bersin.